Hop, hammaga assalomu alaykum. Charchamadinglarmi, tuzimsizlar? Demak, bugun sizlarga qo'shimcha video tayyorladim. Ya'ni 0 dan boshlaganlar bo'lsa, tradingda nima deydi, kerakli instrumentdan, platformadan foydalana olmaslik qiyinchiliklar bo'lyapti ekan, o'shani ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu trading sayti, bunga qanday kirasiz? Google platformasi orqali Liboy mana bu yerda plyus bosasiz mana. Hop, Google, bu meni Google akkauntim. Ko'rib turganingizdek, mana meni akkauntim tayyor turibdi. Mana bosasiz, poistga trading yozasiz mana. Eng kerakli saytimiz, ya'ni analiz qiluvchi saytimiz bizda TradingView. Bosganingizdan keyin mana shuncha TradingView kelib chiqadi. Eng birinchisi, следите за рынками из любой точки мира. Mana shuni bossangiz, kelib chiqadi hammasi. Siz bu bo'lim kelib chiqqandan keyin sizda birinchi navbatda mana bu yerda akkaunt so'raydi. Akkaunt so'rasa, mana shu akkauntni o'zingiz Google tochkangizni kirgizib, pochtangizni kirgizib, hammasini to'ldirsangiz, sizga akkaunt ochiladi va ortiqcha muammo bo'lmaydi. Hop, keyin qiladigan ishingiz produkt bo'limiga kirasiz. Keyin super chartni bosasiz. Bossangiz mana sizga grafik kelib chiqadi, toza. Hop, grafik 3 ta oynadan iborat bo'ladi bizda. Ya'ni birinchi oyna o'ng tarafimizda, ikkinchi oyna tepa tarafimizda, uchinchi tarafimizda mana chap tarafimizda. Hop, endi o'ng tarafimizdagi oyna nima qiladi? O'ng tarafimizdagi oyna mana uzr, 1 minut. Hop, mana o'ng tarafimizdagi oynada nima qilamiz? O'ng tarafimizda o'yna birinchi bo'limi kerak bizga. Nima uchun kerak? Paralarni topib olishimiz kerak. Hop, parani topishimiz uchun plus belgisini bosasiz mana. Add symbols degan qo'shish. Hamma mana biz o'tgan trading bo'limlari hammasi kelib chiqdi. Hop, kerakli parani yozamiz. Aytaylik mana funt sterling va Kanada dollari. Va mana forex.com qo'shib olasiz mana. Yulduzchan plus bossangiz qo'shiladi. Oanda yoki forex.com xohlaganingiz. Men forex.comda ishlayman. Mana kelib chiqdi. Ustiga 2 marta bossangiz mana grafikka keladi. Bu oynamizni qiladigan ishi faqat tepasi kerak. Bu yog'i kerak emas hozircha. Ikkinchi oynamiz TradingView saytida tepa qismi. Tepa qismida bizda time frame bor, indicators bor, alert bor, replay bor. Hozircha bizga keragi mana bu time frame. Hop, time framelarda har xil time frame almashtirib ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni 5 minutlik ko'rsangiz, mana bu grafikka har 5 minutda yangilanadi. Bu degani yapon svechasi har 5 daqiqada yangisi ochiladi. Hop, H1 ga o'tsangiz, har bir time frame'da H1 time frame bor. Mana shuni olasiz, ishlatasiz. H1 time. Sizga strategiya o'rgatdim. Ya'ni mix strategiyasi. H4 ga o'tasiz dedim. Masalan, zona dedim, engulfing qilgan bo'lsa, mana bu yerda nima qilgan? Engulfing, ya'ni yutilgan. Hop, shu zonani belgilaymiz dedim. Soyadan tanasigacha belgilaymiz mana. Shu zonaga kelsa, H4 time frame to'g'rimi? Sizlarga H4 time frame deb o'rgatdim. Shu zonaga kelsa, mana bunaqa M pattern yasab berish kerak bizga. To'g'rimi? M patternni qaytib kelganda sell qilamiz mana. M pattern yasab sell ketadi dedim. Yasamasa ketmaydi, lekin bu qaysi time frame da? H4 dan M15 ga o'tamiz. Va mana shu narsa M15 da yasalishi kerak. Mana M15 da yasab berish kerak bizga. Bu mantiqga kelib M yasash kerak. Bu yerda M yasasa ishlamaydi. Faqat mana shu zonada ishlab beradi. O'shaning uchun ham bizga time frame'lar kerak. Ya'ni mix qilib ishlatamiz. Aktualni, idealni qilib ishlab berishi bizga juda ham muhim. O'shaning uchun time frame'lar kerak bo'ladi. Time frame'ning tarifiga keladigan bo'lsak, har bitta time frame o'zini vazifasiga ko'ra ayni belgilangan, ko'rsatilgan time frame'dagi narxni ko'rsatadi. Narx qani? Mana o'ng tarafimizda narx ko'rsatilgan. 5 minut ichida narx qayerga borib kelganini ko'rsatadi. 5 minutlik time frame'da. H1 da esa 1 soat ichida narx qayerlarga borib kelganini ko'rsatadi. Buni qanday bilamiz? Svechani ustiga olib kelasiz. Ustiga olib kelsangiz, ma'lumot kelib chiqadi. Mana pastda sanalari bor. 26-mart 3:00. Hop, tepada mana time frame'lardan keyin bitta pastga qarasangiz, mana ustiga olib kelganingizdan keyin mana bitta mana open, high, low, close bor. Ya'ni ochilgan sham nuqtasi, yopilgan sham nuqtasi, maksimal va minimal nuqtalari. Shu orqali bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi oynamiz. Indikatorlar qo'shuvchi, kelajakda indikator mavzuyimiz bor. Indikator bo'limiga kirib, mana indikatorlar qo'shsangiz ham bo'ladi. Yozib indikator qo'shib olasiz. Uni kelajakda o'rgataman. Hop, mana bu qismda bizga har xil ko'rinishi bor. Mana bu svechalar masalan liniya ko'rinishi bor. Ishlaymiz hali buni ham o'rgataman.
bar ko'rinishi bor mana. Biza ikkita liniya va svecha ko'rinishida ishlaymiz. Qolganiga aralashmaymiz. Nima uchun? Chunki eng qulay uslub bizda liniya va svecha. Xo'p, endi bizada 3-oynamiz qatori chap taraf. Bu yerda panel, instrumentlar joylashgan. Bitta tepasida akkauntingiz bor. Chiqib ketishingiz mumkin akkauntdan yoki mana oqqa o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Mana oq fonda bo'ldi bizada. Shu orqali siz bemalol fonni o'zgartirib ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, kimga qaysi qulay bo'lsa, o'shani tanlab ishlataveradi. Xo'p, endi panellar bo'limida har bittasinin instrumentlari bor va instrumentning bajaradigan vazifasi bor. Trend line. Trend liniya tortadi mana. Xo'p. Mana ko'k rangda rangini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, instrumentni belgilaysiz. Mana instrumentni belgilab turib, masalan, bu instrument strelka, trayektoriyani belgilab beradi mana. Belgiladingiz, mana belgiladingiz, ustiga bossangiz, mana ustiga bossangiz, mana bitta nastroyka bo'limi bor. Rangini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi, mana bitta kirib, mana. Mana shunaqa tartibda o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'p, ustiga bossangiz 1x qalinligi, 2x qilsangiz qalinroq bo'ladi. 1x, 4x bo'lsa вообще qalin bo'lib ketadi mana. Shunaqa funksiyalari bor buni. Xo'p, keyingisi bizada har bitta panelni foydalanayotganimizda mana pastda belgilab olingan panellar, instrument panellarimiz bor. Mana shu yerda hammasini men bu joydan belgilab chiqqanman. Ya'ni qayta bu zonaga kirmasligingiz uchun siz buni men bu yulduzcha bilan belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Yulduzchani bosaman, eng oxiriga shu narsa qo'shiladi. Ya'ni to'rtburchak mana qo'shildi. Buni ham mana nastroykasi bor. Rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Qizilga, qoraga, oqqa, mana background mana. Qizil qilsangiz mana qizil bo'lib qoladi. Har xil qilsangiz bo'ladi. Hammasini siz nastroyka bo'limi bor, mana shunda to'g'ri olsangiz bo'ladi. Bu juda katta ahamiyat kasb etmaydi, lekin o'zingizga yoqqan grafik fonda ishlasangiz bo'ladi bemalol. Mana shunaqa tartibda biz ishlaymiz. Xo'p. Endi bu o'sha TradingView saytidan foydalanish uslubiyati, qonun mohiyati. Xo'p, endi kompyuterli versiyada MetaTrader platformasi, ya'ni savdo platformamiz bor, to'g'rimi? Ikkinchi turdagi savdo platformasi. Savdo platformasidan foydalanishda ham videosini chiqaramiz. Xudo xolasa, Lazdek ham o'zlari qilib beradi, va'da bergan qilib beraman deb, xudo xolasa qilib beradi. O'shandan keyin tashlab beraman uni ham. Aktualni ishlatishni o'rganasizlar. Xo'p, mana bu instrumentlar har bittasidan qanaqa foydalanishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, to'liq liboy tochkasini bosib ko'ravering. Kompyuter bloklanmaydi, telefon bloklanmaydi. Bu saytdan X qilib chiqib ketasiz va qayta kirsangiz yana yangitdan paydo bo'ladi. Ko'p chizilib ketgan bo'lsa, mana udalit. Hammasini bosib o'chirasiz bo'ladi. Masalan, mana bunda tashlaysiz, mana qiyshiq ketib qoldi, mana bunda bo'ladigan bo'lsa, buni o'chirmoqchi bo'lsangiz yoki mana bunda harf yozsangiz bo'ladi. Mana harf yozsangiz bo'ladi, mana oq fonda mana harf yozildi. Hammasini o'chirmoqchi bo'lsangiz, birdaniga udalit, remove hammasini o'chiradi mana. Bemalol bosib ko'ring, har bitta paneldan to'g'ri foydalanib ko'ring. Bizga kerak panel mana shu instrumentlar. O'zingizga belgilab olsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi, albatta. Hammaga omad. Keyingisida ko'rishamiz, xudo xolisa. Keyingi darsimizda videosini ham tashlab qo'yaman. Charchamanglar, joyingiz sog' bo'lsin.